Bulochkalaringiz o'xshamasdan berch, qattiq yoki pachoq chiqadimi? Bu holda ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Aniq ayta olaman, bu videodan keyin sizni ham bulochkalaringiz shunaqa momiqqina zo'r chiqadigan bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib idishga iliq sut solamiz. Sut juda ham sovuq ham, issiq ham bo'lmasligi kerak. Ketidan 50 gram erigan sariyog', 2 choy qoshiq quruq droji. Oshirma xamir tayyorlashda eng muhimi sifatli, muddati o'tmagan yaxshi droji ishlatish kerak. Men ishonchli Baker Dream drojasidan foydalanaman. Xamirimni 100% zo'r oshirib beradi. So'ng 1 choy qoshiq tuz, 3 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq vanilin shakari va 1 dona tuxum solib hammasini aralashtirib olamiz. Endi elakdan umumiy 750 gram oliy navli unni o'tkazib, yumshoqqina xamir qorib olishimiz kerak bo'ladi. Doimgidayman to'ron unidan foydalanaman, chunki u bilan taom va pishiriqlarim kutganimdek o'xshab chiqadi. Bulochkalarimiz momiqqina chiqishi uchun etilgan unni oz-ozdan qo'shishinglar kerak. Oshirma xamir qo'lga yopishadiganroq qoriladi. Bu bilan ishlash osonroq bo'lishi uchun qo'limizni yog'lab xamir qorib olamiz. Tayyor xamirimizni usti yopilgan holda 1-1,5 soat issiqroq joyda oshirib olamiz. Yaxshi drojida va to'g'ri tayyorlangan oshirma xamir mana shunaqa zo'r ko'tarilib chiqadi. Bu xamirni endi 50-50 sm kattalikda ochib olamiz. Yoyilgan xamirga 100 gram yumshoq sariyog' surib, 150 gram maydalangan yong'oqga 100 gram shakar aralashtirib olib, sariyog' ustiga sepib chiqamiz. Endi xamirni 3 ga taxlab, bundan 3,5 sm qalinlikdagi lentalarni kesib olishimiz kerak bo'ladi. Har bir lentani avvaliga prujinka ko'rinishda o'rab, so'ng ikki chetini bir-biriga yaxshilab yopishtirib qo'yamiz. Tugilgan bulochkalarni pishiriq qog'oz solingan listga taxlab, usti yopilgan holda 15-20 daqiqa oshirib olishimiz kerak. Bulochkalarni pishirishdan oldin oshirish bu juda muhim. Oshirilmagan bulochkalar qattiq, berchiroq, pachoq bo'lib, xullas kutganinglardek chiqmaydi. Oshib olgan bulochkalarni ustiga tuxum surib, oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada usti chiroyli qizargunicha taxminan 25-30 daqiqaga pishirgani yuboramiz. Pishib chiqqan bulochkalar yanada ishtahochar bo'lib, chiroyli yaltirab turishi uchun ustiga asal yoki asalli sirup surishinglar mumkin. Mana domboqqina, momiqqina bulochkalarimiz tayyor. Yegan sari yegiz keladigan juda ham mazali bulochkalar bo'lib chiqdi. Shuning uchun siz ham albatta tayyorlab ko'rmasangiz bo'lmaydi.